28 nafar bog'cha bolalarini mindirib ketayotganligi ma'lum bo'ldi. Hozirgi paytda ayrim haydovchilar tomonidan, ya'ni bog'chalarda xizmat ko'rsatayotgan haydovchilar tomonidan mana shunday 7 o'rindiqli yo'lovchilarga mo'ljallangan transport vositalariga o'rindiqlar sonidan ortiqcha bog'cha bolalarini o'tirgizib, ya'ni ularni hayoti va xavfsizligi befarq bo'lgan holda yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan bularning hayotini xavfga qo'yayotgan haydovchilar uchramoqda. Biz ko'rib turganingizdek, Jomboy tumanida joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Ushbu 7 o'rindiqli Damas rusumli avtouloviga 24 nafar bog'cha bolalarini mindirib olib, harakatni boshlamoqchi bo'lgan paytda biz buni guvohi bo'ldik. Zo'r, endi boshqa qaytarilmaydi. Kechilarsiz endi to'g'ri. Bolajonlarimizni boshqa transport vositasiga olib o'tamiz. Ularni xavfsiz holatda o'z manziliga eltib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, Jomboy tumani ko'chalari bo'ylab o'rindiqlar sonidan ortiqcha yo'lovchi, ya'ni bog'cha bolalarini mindirib olgan ikkinchi avtomobil ham aniqlandi. Ko'rib turganingizdek, aytishi bo'yicha haydovchining 28 nafar bog'cha bolalarini mindirib ketayotganligi ma'lum bo'ldi. Yigirma 28 nafar yo'lovchilarni, ya'ni bog'cha bolalarini 7 o'rindiqli Damas avtouloviga o'tirg'izib olib boshqarib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha haydovchiga ma'muriy bayonnoma tuziladi. Avtoulov vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Qaytib bo'lmaydimi takror? Haydovchilarga bu ishni takrorlamanglar, qilmanglar deyman-da. Har kun shu holatda qatnaysizlar? Ha. Ko'rib turganingizdek, bog'cha bolalarining o'zi shu holatda har kun o'z manzillariga kelib ketishlarini ta'kidlab o'tmoqda. Barcha ota-onalardan, bog'chadagi mudir va mudiralardan bu kabi holatlarga befarq bo'lmasliklarini, bizning kelajagimiz bo'lgan bolajonlarni hayotini xavfga qo'ymasliklarini va bog'chadagi haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, bu kabi holatlardan o'zlariga kerakli xulosa chiqarishlarini, transport vositasiga o'rindiqlar sonidan ortiqcha yo'lovchi, ya'ni bu kabi bog'cha bolalarini mindirib olib, yo'l harakati qoidalarini buzmasliklarini so'raymiz. Bolachalarni 3 ta mashinaga mindirib jo'natyapmiz. Keyin ota-onalari ham qo'shilib kelib, olib ketib, tarqalib, hozir jo'natdi.